Assalomu alaykum, iltimos befarq bo'lmang. Bu oddiy video emas. Bir insonning hayotini saqlab qolish maqsadida video murojaat qilyapmiz. Ko'rib turibsizlar, o'zimizga ham qo'shnimiz akamiz deb qo'ygan Hasanbek akam xonadoniga chiqqanmiz. Akam yozgina bemorli etgan, tanigan bilganlar juda yaxshi biladi. Hozirda jigar sirrozi tashxis qo'yilgan. Bilasizlar, bu kasallikni albatta Hindistonga olib borib davolash kerak bo'ladi. Bunga katta summa talab qilinyapti, $40,000. Hozirda oilasining imkoniyati yo'q bu narsaga. Shu bois hozir yosh urug'larimiz, oqsoqollarimiz shu yerga yig'ilganmiz. Albatta kimda kim imkoniyat bo'lsa yordam bersalar ham xursand bo'lamiz. Hasanbek akamni tanigan bilganlar juda yaxshi biladi. Akam o'zimizga o'xshab kunli ishga chiqadi, ustchilik qilib oilani asosiy ta'minotchisi. Shu bois hozirda imkon boricha sizlardan yordam so'rab, sizlardan umidimiz katta, iltimos qo'ldan kelgancha yordam bersalar ham xursand bo'lamiz. Alloh taolo berganlardan avvalo shifo bersin. Mana shu ukamiz Hasanboy, mana katta Boltiyo'l qishlog'ida Bo'ri qo'riq deymiz biz asosan, Islomobod ko'chasi, mana shu yerda yashaydi. 3 ta ukamiz bu kishi. Alloh taoloning mehribonligiga bir dard bergan, shu jigar sirrozi bo'lib qolgan ekanlar. Mana shu qiladigan ehsonlarimizni, endi maqsadimiz nima? Asosan mana shu qishlog'imiz aholisida, umuman olganda yurtdoshlarimizga yordam so'raymizki, Alloh dardlariga shifo bersin avvalo. Mana shu ozgina yordamlaringiz kerak. 3 nafar shu yosh bolasi bor. Endi shu qo'l mehnati bilan kun kechiradigan yigit. Juda ham masjidlarimizda ham juda faol bo'lgan usta yigit. Mana shu kishiga ozgina yordamlari kerak. Mana shu ehson qiladiganlar bo'lsa, albatta bitta mo'minga yordam berishlik juda ham yaxshi bo'ladiki, Alloh taolo ajabmaski shu bilan ba'zi gunohlarimiz kechirilsa, Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsa. Chunki ehson baribir o'rni katta. Shuning uchun sizlardan yordam so'raymiz. Mana shu ukamizga ozgina yordam qilsak, Hindistonga borib davolanishlari kerak ekan, operatsiya bo'lar ekan. Shunga endi mablag' katta mablag' aytilgan. Vrachlarga borib tekshirish, mahallaga ham rahmat, mahalla ham boshqa bo'lib turibdi ekan. Shuning uchun ozgina yordam so'rayapmiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Imkoniyatlari borlar mana ukamiz nimalarni tashlab qo'yadi, adreslarini ham katta raqamlarni tashlab qo'yadi. Kelib ko'rib yordam beradiganlar bo'lsa, iltimos shuncha yordam bersak yaxshi bo'ladi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin.